Assalomu alaykum qadrli futbol muxlislari. PM News kanalida bugun yana futbol haqida gaplashamiz. Bugun studiyamiz mehmoni futbol mutaxassislarini tayyorlash markazi bosh mutaxassisi Abdujalil Hasanov bo'ladilar. Ular shu bilan birgalikda YouTube Media Futbol klubi asoschisi ham hisoblanadilar. Bugun ularga hamkasbim Muhammad Yorsoliev bilan birgalikda savollarimizni berib boramiz. Futbol olamidagi ayrim yangiliklarga ham to'xtalamiz. Shu bilan birgalikda ularni kasblaridan kelib chiqqan holda ularga maxsus savollarni ham beramiz. Birinchi bo'lib keling, Abdujalil aka, siz o'zingizni o'sha vazifangiz nimalardan iboratligi haqida biroz muxlislarga so'zlab bersangiz, shundan keyin boshqa savollarni beramiz. Do'stlar, avvalambor taklif uchun rahmat. Bunaqangi pozitiv atmosferada men uchun bo'lish juda ham g'urur. Xullas, o'zimni vazifam bo'yicha O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi Qo'shdagi futbol mutaxassislarini tayyorlash markazida bosh mutaxassis lavozimida faoliyat olib boraman hamda futbol instruktoriman. Bilasizlar, Osiyo futbol konfederatsiyasi tomonidan har xil murabbiylik diplomlariga o'qishlar tashkil etiladi. Garchan D litsenziyasi, C litsenziya, B, A hamda Pro diplomlari. Shu diplomlarni qo'lga kiritgan murabbiy sohasida faoliyat olib borishga huquqiga ega bo'lishadi. Men shu mutaxassislarga futbolda ilk qadam qo'yayotgan murabbiylikni sir asrorlarini o'rgatishga harakat qilaman, dars beraman. D, C hamda B diplomlariga sekin-sekin endi o'zimizdan ustimizdan ishlab, A diplomiga ham murabbiylik, ustozlik qilishga harakat qilamiz. Doim, xullas, bilasizlar, futbol joyida turmayapti, doim rivojlanyapti. Murabbiylik sohasi ham xuddi shunaqa, doim o'zini ustida ishlaydigan murabbiy oldiga qadam tashlaydi. Afsuski, bitta urovingda, bitta darajada qolib ketgan murabbiy shu darajada qolib ketaveradi. Biz ham shu tendensiyaga yondashgan singari oldinga qadam tashlamoqdamiz. Shu bizning vazifamiz hamda butun O'zbekiston bo'yicha hamma hududlar bo'yicha murabbiylarni ham monitoring qilish, ular bilan doim aloqada bo'lish, qanaqadir bir savollari bo'lsa o'sha savollarga javob berish. O'zi aslida bizning отделimizda 9 ta mutaxassisdan iborat. Har bir mutaxassisda o'zining vazifasi bor. Ayni damda bizning O'zbekistonda futbol juda ham rivojlanmoqda. Ko'p insonlar murabbiy bo'lmoqchi, ko'p insonlar futbolchi bo'lmoqchi. Shuni kontrol qilib, shuni rivojlantirish bizning vazifamizga kiradi. O'zi qanaqa bu sohani tanlagansiz? Misol uchun futbolchi bo'lish boshida baribir orzusi bo'lgan bo'lish kerak, to'g'rimi? Keyinchalik baribir murabbiylikka o'tib ketgansiz. O'sha jarayon haqida ham gapiramiz. Aslida men o'ynagansiz ham? Aslida men sportchilarni, doktorlarni hamda ustozlarni oilasidan tashkil topgan insonman. Dodam, otam, akam hammasi sportchilar, hammasi minimum sport ustasi. Faqat men jamoaviy sport tanlaganman, futbol, lekin futboldan oldin men sambo kurashiga borib yurardim. Shu sambo kurashida o'tda doim har xil vaziyatlar bo'lgani bilan mashqlar ham juda ham qiyin bo'lgan. O'sha chidamlilikka kelgan, koordinatsiyaga juda ham ko'p mashqlar bo'lgan. Futbolga qanaqadir tez kirib ketganman. Futbol men kech boshlaganman 11 yoshimda. Lekin jilaniyam bo'lgan, jilaniya juda ham katta bo'lgan. Doim o'zim ustimdan ishlardim, doim izlanardim, doim murabbiylardan so'rardim nima yetishmayapti menga. Shu jarayonda Lokomotivda, Paxtakorda hamda Oqtepa futbol jamoasida o'z kuchimni sinab ko'rdim. 23 yoshimda afsuski shu karyeramni tugatishga nima sabab bo'lgan? Nimagadir to'g'risini aytaman, o'zi 21 yoshimda chap tizzamdan juda ham qattiq jarohat olganman. Kelgan o'sha krestni, krestobrazniy svязкаларда kelgan bir восстановление bo'lgan. Bir o'zimga kelib sekin-sekin formani yig'ishni boshlaganman. Abramov Vadim Karlayevich qo'l ostida Lokomotivda o'ynaganman. Shu inson bir qanaqadir menda skrytый talantlarimni ko'ra ola bilgan. Shu nuqtai nazardan fursatdan foydalanib ularga minnatdorchiligimni bildirmoqchiman. Keyin уже 23 yoshimda nimagadir hafsala bo'lmay qoldi.
bilasiz, o'sha moment bo'ladi любой bir erkak kishida, ayniqsa sportsmenda. O'zi aslida futbolistlar bilasizlar-ku, ijodkor shaxs-ku. Ularni ijod qilish uchun doim podpitka kerak, motivatsiya kerak. Nimagadir o'sha payt motivatsiya bo'lmay qolgan, 1 yil pauza bo'lgan futbolda. Pauza bo'lganda keyin sekin-sekin уже murabbiylikka chaqirishgan, undan keyin mana assotsiatsiyaga chaqirishdi. Shu ayni damda shu darajaga yetishga bir yo'l tashladik. O'zi hozir adashmasam Abdujalil aka O'zbekiston futbol markazida sizlarning faoliyatinglar yangi o'sha hozir shu jarayonda. Bilasizlar, assotsiatsiyada har xil bo'limlar bor. Bizani o'sha ta'lim bo'limi, biza bosh ofisimiz O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi bo'lsa, bizani bo'lim Bunyodkor stadionida. O'sha yerda o'zimizning ofisimiz bor, keyin ikkita sinf auditoriyalari bor. O'sha yerda dars o'tamiz, doim o'sha yerda ish jarayoni bo'ladi. Lekin hozir shunaqa jarayondamizki, milliy markazga ko'p assotsiatsiyani bo'limlarini sentralizovanni qilish jarayoni. Hozir o'sha jarayon ketmoqda hozir. O'zi yaqinda ko'rgandim, sobiq futbolchilar va hozir o'ynayotgan o'yinchilar Temurxo'ja Abduxoliqov, Sanjar Tursunovni ko'rdik, Lutfulla To'rayev yerda litsenziyalar olish jarayonida. O'zi shu jarayon menimcha qiziqtiradi hammani. Futboldan keyingi faoliyat, futbolchilar futboldan so'ng murabbiylikka o'tishi qanday jarayon, ya'ni buning uchun nimalar talab etiladi? Ularniki osonroqmi yoki misol uchun ko'chadan kelib turib, men murabbiy bo'lmoqchiman degan odamniki osonroqmi? Bo'ladi bu jarayon. O'zi ikkalasini ham parallel aytib bersangiz. Juda ham zo'r hamda aktual savol berdingiz. Men to'g'risini aytaman, aslida murabbiylik hamda professional futbolchilik bu mutlaqo har xil yo'nalish. Mutlaqo har xil yo'nalish. O'sha bir mashhur murabbiy Lobanovskiyning bir sitatasini aytib o'tmoqchiman. Futbolchi bo'lganingda sen faqat to'pni boshqarasan, murabbiy bo'lganda sen butun jamoani boshqarishingga to'g'ri keladi. Mas'uliyat katta. Mas'uliyat juda ham katta. Nafaqat yosh bolalar bilan ishlaydigan murabbiylarda ham, professional jamoada ham ishlaydigan murabbiylar mas'uliyat juda ham katta. Men o'ylaymanki, men oldin doim o'zim ikkilanardim. O'zim uchun bitta savol bo'lardi. Qanaqa savol? Murabbiylikka o'rgansa bo'ladimi yoki murabbiylik so'zi qonda bo'lish kerakmi deb o'ylardim-da. Ko'p futbolga aloqador hamda futboldan nari yuradigan insonlarning мнениясini ham eshitganman. Ayni damda yuqori darajada murabbiylik qilib kelayotgan mutaxassislardan ko'plardan shu savollarimga javob olgim kelardi. Vaqt o'tgan sari bildimki, baribir murabbiylik qonda bo'lish kerak. Baribir xohlamay. Murabbiylikka o'rganish mumkin, lekin bir определенный darajagacha. Lekin o'sha darajani yengib o'tish uchun baribir qoningizda bo'lmasa sal qiyinroq. Men nimaga aytmoqchiman bu narsani? Chunki o'sha professional futbollik faoliyatimdan keyin turli maktablarda ishladim. To'g'risini aytaman, 9-10 yillik stajim bo'lsa, mana hozir 1 yil уже professional futboldaman-da, 9 yil bolalar bilan ishlagan bo'lsam, bolalardan ancha-muncha narsani o'rgandim, kichkina bolalardan. O'zi aslida biron bir mamlakat futboli imенно yosh bolalardan boshlanadi. Chunki massa bizda, tushunyapsizmi? Qancha ko'p yosh bolalar kelsa-da, shuncha ko'p bizda material bo'ladi. Lekin eng ключевой so'zlardan bittasi, fikrlardan bittasi bu o'sha bolalarni kim yetishtirib beradi? Albatta murabbiy. To'g'rimi? Hamma ham o'sha yosh bolalar bilan ishlashga qo'rqmaydi emas, balkim qo'rqadi, bilmadim, lekin xohlamaydi. Nimaga? Chunki o'sha bolalarni urovniga tusha olib bilishingiz kerak. Murabbiy своего рода такой artist bo'lish kerak-da, tushunasizmi? Bizda chunki ikkita etap bor murabbiylarda. Bittasi boshlang'ich etap, ikkinchisi professional etap. Boshlang'ich etapda siz bolalar bilan ishlaysiz. Sizning asosiy vazifangiz o'sha bolalar bilan bitta darajada ular bilan bo'lishga. Tushunasizmi? Professional etapda siz boshqarishingiz kerak. Qanaqa boshqara olib bilasiz? Management deymiz. Misol tariqasida biz Carlo Ancelotti, Alex Ferguson, Arsene Wengerda yaqqa ketyapmiz.
Shunda shunaqa xislatlarga ega bo'lish kerak murabbiy aslida. O'shaning uchun bu hozir misol uchun ko'chadan bordim deylik, men futbolni juda yaxshi ko'raman, murabbiyligiga qiziqaman, lekin futbol o'ynamaganman deylik. Qanaqa bo'ladi bu jarayon? Misol uchun qaysi etapdan boshlayman, qayerga borishim kerak? Shuni ham ozgina tushuntirib bersangiz. Shu strukturani tushuntirishdan oldin bir fikrlarni aytib o'tib ketmoqchiman. Yaxshi futbolchi bu yaxshi murabbiy degani emas. Biz doim bu narsaga necha marta amin bo'lganmiz. Lekin bizani qoniqtirayotgani sizni savolingizga. Biz sobiq futbolchilar uchun maxsus kurs tashkil etganmiz. O'sha menimcha Instagramda yo Telegramda ko'rgandirsiz-da. Shu Lutfulla To'rayev, nomdor o'zimizning o'zbek futbolchi Jasur Hasan, Sanjar Tursunov da bu insonlarni qachondir biz televizorda ko'rganmiz. Bugun уже qanaqadir murabbiylikda sir asrorlarni o'rgatyapmiz. Ishga bo'lgan yondash juda ham bizani qoniqtirdi. Uni shaxsan meni, to'g'risi. Chunki shunaqangani darajani ko'rgani bilan baribir yosh futbolchilar bilan ishlash to'g'risida savollarni berishga uyalmaydi. Bu menimcha hurmatga sazovor. Sizning savolingizga qaytadigan bo'lsak, bizda mahalliy kurs bor. Biza spetsialni shu futboldan tashqari bo'lgan insonlarga o'sha aytganingizdek futbol o'ynamagan yoki qanaqadir bir daraja ko'rmagan insonlar uchun 4 kunlik kurs tashkil etganmiz. D kursi bu bizning mahalliy kurs. O'tda 4 kun mobaynida futbol ba'zi birinchi qadamlar qo'yayotgan insonlar uchun informatsiya beriladi. O'sha yerda siz informatsiyani qanaqa qabul qilasiz, qanaqa analiz qilasiz, qanaqa siz o'zingizni auditoriyada tutasiz, qanaqa savollar berasiz futbolga oid, keyin stadionga chiqib qanaqa xatti-harakatlar qilasiz, qanaqa mashg'ulot o'tasiz. Bu hamma narsa sizlarga imkoniyat yaratib berishga biz harakat qilamiz doim. O'sha yerda o'zini yaxshi ko'rsatgan insonlar biz o'zimiz uchun yozamiz. Keyingisi уже C litsenziyasiga как seleksiya bo'ladi. Ta'kidlash joizki, bu nafaqat Toshkentda, butun O'zbekiston 14 ta hududimiz bo'lsa, har bitta hududimizda xuddi shunaqa sistema olib boriladi. O'zi Hasan aka, men doim qiziqtirgan bir savol bor edi o'zim. Davlat ixtisoslashtirilgan futbol maktabida o'qiganman. O'sha paytda men bola bo'lganmiz. Hozir o'ylayman, o'sha davrda dunyo futbolida yangi uslub, yangi murabbiylar yetishib chiqayotgan paytida, lekin bizga o'sha bolalar futbol maktabimizda juda ham eski tizimda murabbiylik bo'lganda, o'sha последний передний degan o'sha himoya bo'lardi yoki qishda 3 oylab futbol maktabida to'psiz mashg'ulot qilardik. Ya'ni 3 oy cross yugurardik. Bu juda ham ayanchli holat. Aslida futbolchi qanaqasiga 3 oy to'psiz mashg'ulot qilishi mumkin. Mana shunaqa jarayonlar bo'lardi va murabbiylarning juda ko'pchiligi eski avlod mutaxassislari edi. Hozir o'zim akademiya degan kursni davom qildim. Unda ko'rdimki, umuman boshqacha uslublar, zamonaviy murabbiylik falsafasi va bu borada qaysi dunyo futbolidan yoki qaysi mamlakatdan andoza olinyapti bolalar futbolida? Aslida mana biz instruktorlik faoliyatimiz 4 yildan 3 yil olib borayotgan bo'lsam, 2 marta FIFA kurslarida qatnashganman. FIFA doim futbol instruktorlari uchun har xil seminarlar o'tkazadi. Sentralizovandan mana bu yil yaqinda sentyabr oyida FIFA tomonidan Tojikiston instruktorlari uchun, Turkmaniston instruktorlari uchun, Qirg'iziston instruktorlari uchun, O'zbekiston instruktorlari uchun sentralizovan hay'at mehmonxonasida 5 kunlik seminar o'tkazdi. Endi men sal maqtanib qo'yay, endi maqtanish emas, g'urur bilan aytaman. Avvalambor ustozlarimga, avvalambor futbol assotsiatsiyasiga minnatdorchiligimni bildirmoqchiman. Menga ishongani uchun eng yosh instruktor bo'lib o'sha yerda men bilimlarimni oshirdim. Ular bizga qanaqadir tendensiya beradi. Biz o'zimizni xalqimizni, o'zimizni murabbiylarimizni, o'zimizni mentalitetimizni analiz qilgan holda, tahlil qilgan holda o'sha programmani yaratamiz. Qanaqa informatsiya berish. Bu chunki detalli o'zi futbol mелочей не бывает deydi. O'zi futbol aslida
kichkinta detallardan iborat. Bilasiz, o'sha detallarga ahamiyat bergan inson qanaqadir bir yaxshi daraja ko'rsatadi. Shu kichkina detallarni biz ham inobatga olgan holda programma yaratamiz, qanaqa yondashamiz, misol uchun vodiy murabbiylariga qanaqa yondashamiz, voha tarafdagi murabbiylarga qanaqa yondashamiz, Toshkentda faoliyat olib borayotgan murabbiylarga qanaqa yondashamiz. Hamma narsa bu tahlil. Bizning ishimiz tahlildan iborat, bilasizlar. Misol uchun qanaqa farq bo'lishi mumkin Toshkent yoki vodiy vohani? U qanaqasiga sizga tushuntirsam bo'ladi? Xarizma. O'zi har bir murabbiy o'zini xarizmasi bo'lishi kerak. Xarizmasi yo'q murabbiy yaxshi murabbiy bo'la olmaydi deya olmayman, lekin eng kuchli ayrim qanaqadir momentlarda qiynalishi mumkin. Mana topovoy murabbiylarni olaylik, Guardiola, Ancelotti, eng xarizmatik Klopp, Conte, Simeone, hammasida xarizmasi bor. Ular haqiqatan shuncha futbol ishqibozlari uchun, o'zini o'yinchilari uchun berayotgan energiyalarni qarang, bu hamma narsa nima? Bu xarizma. Bu xarizma, xolaylar xolamaylar, murabbiyda xarizma bo'lishi kerak. Menimcha deyarli hamma sohada kerak bo'lsa kerak bu. 100%. Murabbiy o'zi aslida ijodkor shaxs. Mana o'zimni YouTube media jamoam bor, qo'l ostida shug'ullanadigan shogirdlarim, hamkasblarim, o'zim do'stlarim, murabbiylar. Doim aytaman, biz ijodkor shaxsmiz. Doim pozitiv bo'lishimiz kerak. Nimadir yaratishga harakat qilishimiz kerak. Qanaqadir направленияda. Futbol bu emotsiya-ku, xolamanda. Emotsiya bo'lmasa qiyin, juda qiyin. Men misol hozirgi payt o'zim bizani futbolda, bizani ta'limda nima bo'layotganidan juda mamnunman. To'g'risi. Sizlar направлениялар bo'yicha ham juda ham ko'p iqtidorli sharhlovchilar, juda ham iqtidorli jurnalistlar bo'lyapti. Men mazza qilaman, to'g'risi. Shanga malatsi. O'zi yana boyaga savolga to'xtalmoqchi edim. Muhammad aytdi-ku, qaysi andoza sifatida qaysi futboldan ko'proq, qaysi davlat, mamlakat futbolidan andoza olyapmiz? Masalan, Qatarda hozir Ispaniya, Indoneziya, Niderlandiyadan andoza oladi. Yo, bizda umumiylashgan qanaqa? Ayni damda menimcha bilsanglar kerak, bizning texnik direktorimiz Belgiyadan. Mr. Giki. Belgiya yaqin o'tmishda juda ham zo'r rezultatlar ko'rsatdi. O'sha De Bruyne payti, o'sha Lukaku pokoleniyasi. Ular o'sha to'g'ri uchish sxemasini oladigan bo'lishsa-da, ular ko'proq texnik futbolni tadqiq qilishadi. To'g'ri aytdimmi? Propaganda tadqiqmi? Tadqiqmi? Da? Shunaqa desam bo'ladi. Targ'ib desak to'g'ri bo'ladi. Targ'ib, вот, точно, tanjoningiz sog' bo'lsin. Выразить qilasizlar. O'sha ko'proq ular texnik futbolni targ'ib qilishadi. Aslida bizning o'zbek avlodi ham doim, mana agar ko'rgan bo'lsangiz, doim bizda texnik futbolchilar, texnikasi yuqori futbolchilar chiqqan, doim chiqqan. O'zi shu inson bilan muloqot qurganimizda ham nafaqat u bilan futbolga aloqador futbol professorlari bilan muloqot qurganimizda ular nima deyishgan? O'zbekiston iste'dodlariga boy mamlakat. Lekin o'sha iste'dodlar qayerda? Shu ключевой so'z. O'sha iste'dodlarni topish kerak. Bizda ko'proq texnik futbol. Lekin agar savolingizga ikir-chikiriga qaraydigan bo'lsa, albatta biz qanaqadir bir informatsiyani bu yoqdan olamiz, qanaqadir bir informatsiyani bu yoqdan olamiz. O'sha informatsiyani analiz qilgan holda qanaqadir bir programma yaratiladi. Murabbiylikda shunaqa biron bir qanaqadir futbol rivojini programmasi ham shunaqa qurilsa kerak. Eng asosiysi ne kopировать deb bizning ustozlar o'rgatgan. Kimlardir takrorlash kerak emas-da, o'zinikini. Yana shu joyda savol keldi-da. Mana ko'pchilik murabbiylar bilan o'sha intervyularda gaplashganimizda ham, hatto futzaldagi murabbiylar bilan gaplashsak ham, birinchi navbatda mentalitetga e'tibor qaratmoqchiman deydi. Nimaga hamma murabbiylar kelib biz mentalitetni nimadir, ya'ni mental jihatdan kuchli bo'lishimizni xohlashadi-da doim. Birinchi kelib gapiradigan gap shu. Sizdan bar murabbiysiz-ku. Bizda o'zbeklarga bunga, ya'ni texnika bor, aytganingiz iste'dodlar bor. Rostdan shu taraf ojiz nuqtamizmi yoki qanaqadir?
Yondashuv shunaqami bo'ladi? Futbol o'zi aslida oddiy o'yin-ku. Men oddiy tushuntirishga harakat qilaman. Men professional futbolistman. Men bilamanki, kollej menga mumkin emas. Men bilamanki, o'yindan oldin osh yeyish mumkin emas. Misol uchun. Men bilamanki, onda uxlashim kerak, chunki uxlash bir pромежутокda men tiklanishim kerak. Keyingi kunimga mashg'ulotga chiqish uchun, o'sha payt har xil organizmda reaksiyalar bo'ladi, o'sha melatonin gormoni chiqaradi organizmimiz, tiklashimga menga bu narsa yordam beradi. Men klubga bormayman, misol uchun, lekin shu narsagacha yetib borish uchun nima kerak bizga? O'zini o'zi tarbiya qilish kerak-da. Albatta. Bu hamma narsa nimadan keladi? So'z galavi, to'g'rimi? Hamma narsa. Lekin bitta yana tomoni bordi. Men futbolchilar bilan shu mavzuda gaplashgandimda, Surxonga borganimda, bizga uxlash majburiy 10 dan deyishgandi. Rostdan ham o'sha melatonin gormoni adashmasam 10 dan 3 gacha ishlab chiqariladi organizmda. Rostdan ham murabbiylar buni hisobga olar ekan, lekin qiziqarli o'yinlar, Chempionlar Ligasi yoki bo'lmasa APL o'yinlari kechqurun soat 1 da, 12 da bo'ladi-yu. Biz ularni ko'rmasak ham bo'lmaydi deb o'zlarini oqlashgandi. Men o'ylab qoldim, futbolchilar rostdan ham top futbolchilarning o'yinini ham ko'rgisi keladi. Lekin bu tarafi ham bor. Qaysiga ko'proq tayanish kerak? O'zimni hayotimdan yana chiqib bir misol keltirib ko'raman-da. O'sha endi balog'at davriga yetganimda ko'p do'stlarim yur Jalil, yaqqa boramiz derdi menga. Men sumkamni ko'tarib olib stadionga borardim trenirovkaga. Xudoga shukr, qanaqadir bir darajaga erishdim. Endi yosh bizani ko'rayotgan yosh bolalarga ham bir takot motivatsiya bo'ladigan gaplarni gapirishga harakat qilaman-da. Biron bir narsaga erishmoqchimizmi, o'shani nimani biza ko'ngga qo'yishga, nimani biza жертва qilishga tayyormiz. Eng ключевой so'zlardan shu. To'g'ri. Как бы так. Nimadandir voz kechish, qurbon qilish kerak-da. To'g'ri. Ko'p futbolchilar bilan gaplashganman. O'zi aslida futbolchilar bilan bir o'tirib hangoma qilsangiz mazza qilasiz, bilasizmi? Такой неформальный обстановкада. Ko'plari bor, bir sutka ham uxlamasdan o'yinga chiqib rezultat qilib berganlari bor. Azarri ham aytsa bo'ladi. Mashg'ulotda umuman shug'ullanmasdi, nima deydi, uni yalqovida deyshadi, murabbiylar doim. Misol Ronaldo, George Best deyiladi bo'lsa-da, sitatasi bor. Qanaqadir bir yili men alkogol bilan qizlar bilan yurishni tugatdim. Bu men uchun eng qiyin 10 minut bo'lgan meni hayotimda. Xullas aytmoqchi bo'lgan, baribir hozir futbol har kun emas, har 1 minut emas, har 1 sekund rivojlanmoqda. Tushunasizlarmi? O'sha zamonaviy tendensiyalar bilan birma-bir ketishda xohlamen mana shu qoidalarga biz rioya qilishimiz kerak. Chunki futbol tezlashmoqda. Albatta futbol tezlashayotgan bo'lsa, o'yinchilardan ham trебованиялар katta bo'ladi. O'sha trебованиялар albatta o'yinchilarga katta maoshlar berilyapti. To'g'rimi? Qaysi bir inson o'zini yosh ko'rgan ishi bilan qancha protsent inson o'zini yosh ko'rgan ishi bilan shug'ullanadi, shunga tag'in maosh oladi, ayting. Men hardan o'zimni yosh shogirdlarimga yetardim shu narsani. Bir hisob kitob bo'lgan 20% dan ham kam ekan butun. Da. Da. Haqiqatan. Ключевой momentlardan biri shu. Xo'p, endi keling o'zingizni baribir futbolga kirib kelishingizga qanaqadir qaysidir klubmi, futbolchimi sabab bo'lgan-ku, o'shanga ham gapirsak va shundan keyin ozgina Yevropa futboliga ham o'tardik-da. Chunki baribir PMda biz bu kanalda ko'proq o'sha tahlillarni qilamiz, boshqa jamoalar haqida. Hozir yaxshi mavzularni ochib berdingiz o'sha murabbiylik haqida. Endi ozgina siz murabbiy sifatida ularga qanaqa ko'z bilan qarashingizni ham bilmoqchiman-da. O'sha voqealarga. Hozir birinchi o'zi qaysi jamoa muxlisi bo'lgansiz yoki futbolchi muxlis bo'lgansiz? Yoshlikdan men Milanga ballet qilardim. Ancelotti davridagimi yo undan ham oldingi? Niderlandda. Ancelotti paytlari edi. U payt napadeniyada Shevchenko, Crespo, Yonidal Thomasonlar bo'lardi. Lekin Ancelottidan oldin bo'lgan voqealarni ham o'zim uchun o'rganganman. O'sha Capello, Arrigo Sacchi paytlarida, hozirgacha Arrigo Sacchining kitoblarini o'qiyman. Adashmasam Sacchi ham anaqa bo'lmagan-a? Futbolchi bo'lmasdan turib murabbiy bo'lgan, top murabbiy. Вот как раз men o'sha hozir glavasiga keldim.
o'sha istoriyani aytib beryapti, haqiqatdan. Sarri shunaqa bo'lgan. Aytyapti, o'zimni yosh ko'rmagan ishim bilan shug'ullanardim dedi. Keyin shunda 28-29 yoshimda uyga kelib ayolimga men murabbiy bo'laman deganda ayoli san yalqovmisan deganda nima bo'lasan degan. Mana пожалуйста. U ham любительский klubdan boshlagan, o'sha yerda rezultatlar ko'rsatgan. Murabbiy hayoti samuray hayoti. Pуть одиночки deydi. Esingizda bo'lsa, Muhammedyor bilan borgan edi, Kapadze bilan gaplashganimizda 3 yilni aytib bergandik-ku. 3 yil ovqat yeganimda ham keyingi raqibni o'yinini o'ylayman. Uydagilar bilan gaplashganimda ham keyingi raqibim mana o'shanga nima qilsamikin deb o'ylayman. O'shaning ichida yashayman deganida. Men tanaffussiz. Futbolchi o'yinni o'ynaydi, bo'ldi, ketadi, dam oladi, oila a'zolari bilan bo'ladi. Men bo'ldi, keyingi o'yinga tayyorgarlikni boshlagan bo'laman. 100%. Masalan, og'ir. Hatto bitta gap yana aytmoqchim, Ferdinand gapi esimga kelib ketdi. Rio Ferdinand. Men bunaqa mas'uliyatga tayyor emasman degan. Chunki men oila a'zolarimni yaxshi ko'raman, men ularni ko'rib turmasam bo'lmaydi degan. Bu ham lekin mard ishi, bilasizmi? Afsuski ko'plar o'ylaydiki, men misol YouTube'dan nimadir ko'rib oldim, misol bizning ham darslarimizga keladi, bo'ldi, men murabbiyman deb o'ylaydi. Yo'q, aslida unaqa emas. Men doim aytaman, agar sizlar mana bunaqa gorkalarga tayyor bo'lsanglar, пожалуйста, yo'l oching. Murabbiy bo'la olishinglarni koeffitsiyenti ko'tariladi dedim. Agar birinchi qiyinchilikda уже сразу qo'linglarni tushirsanglar, bu qiyin dedim. Murabbiy qachon men bo'ldi, murabbiyman, men уже дальше hech qayoqqa o'smayman degan fikrga kelsa, shu payt to'xtaydi. Shu payt hamma narsa to'xtaydi. O'zi juda ko'p murabbiylar haqida so'rasa bo'ladigan paytda hozir o'sha Mourinyoning davri ortda qoldi deyilyapti. Milan muxlisi ekanligingizni inobatga oladigan bo'lsak, men uchun Massimiliano Allegri ham qiziq. O'z vaqtida Juventus bilan qayd etgan natijalari va aynan Juventusdan ketishi, Milandagi holati va yangi zamon murabbiylari, Xabi Alonso bo'lsin, Guardiola ham baribir yangilanib turadi-da, uning bir nechta jamoasi borligi, Mikel Arteta mana shu eskirdi degan ta'rif to'g'rimi? Davri demaylik-ku, g'oyalar, Mourinyo'ni, Allegri'ni hattoki qo'shishimiz mumkin. Menimcha eskirdimi yoki eskirmadimi, ularni rezultatlariga qarab biz baho bera olamiz. Misol, mana sizni o'sha bir necha zamonaviy hozir yosh sobiq yaxshi futbolchilar, ayni damda yaxshi murabbiylarni sanab chiqib o'tib ketdingiz. Siz Fabregas ham menga juda ham yoqyapti. Men uchun haqiqatdan Como singari darajadagi jamoada biron bir o'yin qura olib bilgan, biron bir natija ko'rsata olib bilgan murabbiy men uchun to'pov murabbiy. Nimaga? Chunki ограниченный byudjet, unaqa katta komanda emas. Частный komanda, o'yinchilari ham unaqa yulduz o'yinchilari yo'q, lekin rezultat ko'rsatadi, simpatичный o'yin ko'rsatadi. Atalanta Gasperini paytlari maza qilardim men, to'g'risi. Misol, hozir mana Allegri Milan sal krizisda bo'lgan taqdirda ham ko'p trenerlar almashdi, rahbariyatlar almashdi, juda ham kacheli bo'lib ketdi-da. Allegri keldi, men o'zim uchun savol berdim. Nima qiladi Modricni olib, Rabioni olib? Chunki u futbolchilar Modric 40 ga kirdi, Rabio 40 ga qarab ketyapti. Nima qiladi deb. Shu payt haqiqatan o'zini ustasiligini bildim men o'sha payt. Milan hozir haqiqatan simpatичный o'yin ko'rsatyapti. Modric, KPDS, koeffitsient полезного действия, hamma texnik, taktik xatti-harakatlari номер 1 da. Rabio ham ikkinchi yoshligini menimcha hozir o'zidan kechiryapti-da. Zo'r. To'g'ri, 3-4 ta oxirgi o'yin necha o'ynab qo'ydi, no? Keyingi o'yinlarda yaxshi rezultat bo'ladi. Yana bir marta shunga amin bo'ldimki, Allegri nastoящий strateg. Nastoящий strateg. Lekin Italyan o'zida uni ko'p tanqid qilishdi-yu. Chunki Gasperini, Sarri'lar chiqib, Italiya futbolini o'zgartirib yubordi. Hozir mana Motta chiqdi, undan keyin Fabregas misol. Fabregas yana bordi-ku, Gironadagi murabbiyi. Michel.
Yo'q, Michel emas edi. Girona dedim men anaqadagi. Jema. Yo'q, Genoa emas, yangi chiqdi-ku. Milali, Monza. Monzadagi murabbiy. Anaqa-yu, Galeanilarni Palladino. Aytmoqchi bo'lganim, Italiyada yosh murabbiylar, hujumkor futbol ko'rsatgan murabbiylar borgan sari nima deydi, natijalari ham yaxshilanayotgandi-da. Nimaga? Italiya o'zgarayotganda. Nimaga deb o'ylaysizlar? Nima uchun shunaqa? O'zi aslida nimaga Italiyaning murabbiylarini topoy murabbiylar deb aytishadi? U eng xarizmatik murabbiylar o'zi bunday olib qarasa, xarizma borasida Italiyada hech To'g'ri, xarizmatik ishni. Yo'q, italiyaliklarda deyarli hammasi shunaqa demoqchi. Nimaga deb o'ylaysizlar? Nimaga? Ayni italiyalik murabbiylar ma'nosidami? Da. Lekin oxirgi davrda italiyalik murabbiylardan faqat De Zerbi, misol uchun Ancelottidan keyin top darajada. Conte. Yo'q. Ha, Conte. Sababi Ta'lim. Murabbiy Italiyadagi Coverciano butun dunyo bo'yicha eng kuchli murabbiylarni yetishtiradigan sentr deb hisoblanadi. Coverciano. Shu. O'tda o'zimizdan qisqacha Ilyos aka Zaytullayev shu yerda o'qigan. Uni seziladi. Ularni gaplashishlari, ular bilan ko'p muloqot qurib turaman-da, o'zimni jamoamga ham bir kelib master-klass o'tib berishga iltimos qilganimda o'yinchilarimiz maza qilgan. Murabbiy o'sha xarizmasi, o'sha energetikasi, o'sha qanaqa o'yinchilar bilan muloqot qurishi, qanaqa tushuntirishlari har bitta epizodda o'zlaridan o'tkazadi-da. Men ham shuni qilishga harakat qilaman. rostdan ham o'sha bir intervyusini tarjima qilishda, dublyaj qilishda qatnashgandim. O'shanda bitta narsani sezdim-da. Misol uchun o'sha gapni boshqa odam aytsa-chi, qanaqa qabul qilgisi kelmasligi mumkin, lekin Ilyos Zaytullayev shunaqangi tushuntirib qo'yapti, joyi kelganda, ha, to'g'ri deb orasida. Boshdan xarizmaning rolini endi tushunyapman, kattaligini. Ana juda ham. Men o'zi hozir eng ko'p beriladigan savol murabbiy psixologga aylanib ketyapti. Murabbiy taktik bo'lishi kerakmi yoki psixologmi? Mana biz doim har murabbiylik kurslarida o'sha futbolning zamonaviy tendensiyalari to'g'risida mavzuni ko'taramiz. Juda ham qizg'in muhokama bo'ladi. O'sha yerda bir punkt borki, murabbiylik shtabi kengaygan. Nima uchun? Chunki murabbiy o'zini уже vaqti yetmayapti. Agar ahamiyat bergan bo'lsanglar, texnik, taktik, murabbiy, отдельно murabbiylar, darvozabon murabbiylari bir emas, ikkita standart vaziyatlari hozir уже outdan ham foydalanishyapti. Agar Brentford misol. Out ham bu ham standart. Outdan ham muvaffaqiyatga erisha olib biladi, agar gрамотно подход bo'ladigan bo'lsa. Murabbiylik, o'sha murabbiy aytganingizda o'sha menejer deymiz-ku, boshqara ola bilishi. Men uchun bu показатель. Yaqqol men uchun misol o'sha Sir Alex Ferguson. U insonni men ham kitobini o'qiganman, ham Yandexda 1 yillik podpiskam bor, ham audio kitobini ham eshitganman. Mashinada ketyapsiz. O'zim aytardi, eng muhim narsa muloqotlarda. Hamma bog'bon bilan ham kelib gaplashardim. 100%. Lekin eng qiyinlaridan biri ham shu. O'zingiz ichki muhtis agar so'nayotgan bo'lsangiz, mana faraz qiling, o'yinda futbol o'ynagansiz bilasiz. O'yin yutqisi qanaqa murabbiy uchun stress. O'yinchilar o'sha aytganingizda ozgina siqiladi, balkimda ras kiyinadi, ketadi. Murabbiy siqiladi, chunki bu yerdan rahbariyat sal davleniya qilishi mumkin, bu yerdan o'yinchilar sal muxlislar, bu yerda bu juda ham призвание, haqiqatan призвание murabbiylik. Hozir mana yosh futbolchilar haqida gapirdingiz-ku. Keling shu paytdan foydalanib Yamal haqida so'ramoqchiman. Eng trendda ekansiz. Hozir juda ko'p muhokamalarga sabab bo'lyapti, chunki rostdan ham hype o'ta yuqori darajaga chiqib ketdi. Hatto kim Olisa aytdi, Yamalni qaysi xislatini bo'lish xohlardi san desa, hype bo'lishmadi xohlardi dedi. Rostdan ham shu darajada ko'payib ketdi va hatto uni zarariga hatto bu ishlar yetishni boshlagan edi. Shunaqa futbolchilarga qanaqa maslahat bergan bo'larsiz? Baribir bizda ham yosh talantlar chiqadi. Qanaqadir birdaniga ko'tariladi, qaysidir o'yinda yalt etib yonadi-yu, o'sha mashhurlik
qaysidir ma'noda yuk bo'lib, kimlardir yo'qolib qolishi. Aslida любой bitta sport turi hamda любой bir sport turi uydan boshlanadi. Uyi muhiti judayam важный qanaqa? Muhim, judayam muhim. Yamal o'zini iste'dodi uchun, ko'rsatayotgan rezultatlari uchun judayam yosh. Shu payt yonida qanaqa insonlar bor? Ключевой so'zlardan shu, ключевой momentlardan shu. Oilasi qanaqa, uni atrofidagi muhit qanaqa? Lekin murabbiy hozir agar baribir xolamay Yamal rezultat ko'rsatyapti-ku, chiqyapti o'yinga xolamay qanaqadir bir jamoaga plus bo'lgan xatti-harakat qilib beryapti. Shtrafni ishlaydimi, penalti ishlaydimi, golli uzatma beradimi, gol uradimi? Bu hammasi jamoa uchun. Shu payt murabbiy o'zini qanaqa tutadi? Shunaqangi qilish kerakki, agar mana qo'l ostida shunaqangi iste'dod bo'lganda, men maksimalni надежный insonlarni yoniga qo'ygan bo'lardim. Ishonchli odamlarni yoniga qo'ygan bo'lardim. Ishonchli odamlarni. Чтобы futboldan tashqari bo'lgan o'sha sablazn deyiladi-ku, shu bolaga bosim o'tkazmasligi uchun. Shu. So'nishda hozir haqiqatan juda ham to'nki momentda u bolada. Yo dalshi toqqa ketadi, yoki jarga tushadi. Uni nimadir boshlanyapti deb hozir lekin o'qidim. Flik shu haqda gapirdi, gaplashib oldik dedi. O'zi Flik oxiri shunaqa ko'p savol berildi, Flikka oxir bo'ldi gaplashib oldim dedi. O'shani yaxshi ko'rgan qizi bilan ham munosabatlarni uzdi. Endi otasi bilan munosabatni uzdi. Rostdan ham otasini o'zi janjallarga aralashib yuribdi. O'sha jurnalistlar bilan urushib yurganini ko'ryapmiz. Baribir otasini o'zi hali ozgina yoshlik qilyapti-da. Neymarni ming talantdan to'liq foydalanmagan desak ham, lekin otasi uni qattiq qo'l ushlardi-da. Men o'sha pulga anaqa qilgan bo'lsa ham, shu taraflama ham hattoki otasi hech bo'lmaganda Neymar otasichalik bo'lmayapti-da. Ya'ni aytmoqchi bo'lganim, adashmasam Messida ham bo'lgandi. Guardiola hamma atrofidagi o'sha uni aynatadigan insonlarni chetga surib qo'ygan, hatto ozgina ichkilikka berilishni boshlaganda Messi juda jiddiy jazolagan deb eshitganman. O'zi Ronaldinho ham shu darajaga kelishida baribir Fergyuson va atrofdagi futbolchilarning roli katta bo'lgan. Albatta, mana bu ham murabbiy mahorati-da. Mana xolaylar Messi qancha komandaga foydasi tegdi. Qanaqa Maradonani preemniki bo'ldi. Ronaldo o'shada o'sha o'yinchilarni shu miqyosdagi shunaqangi iste'dodi bor o'yinchilarga podxod topish iskustvo deydi, mahorat. Вот murabbiyga mahorat. O'zi menimcha Ronaldoda ham Messida ham Yamalning holati bo'lganda, ya'ni yulduz bo'lib chiqib yanada yuqorilash yoki tushib ketish davri bo'lganda asosiy rolni Guardiola va Fergyuson bajarib berishganda. 100%. Shu. Xo'p, endi inqiroz haqida ozgina savol bermoqchi edim sizga. Mana baribir hamma jamoada bo'ladi bunaqa inqiroz. Hozir ayni paytda Liverpoolda kuzatilyapti. To'g'ri, oxirgi turda Aston Villani yutdi, lekin shunaqa inqiroz bo'lgan davrda murabbiylar qanaqa yo'l tutish kerak? Ya'ni hozir sabablar ko'p. Mana Liverpool haqida ko'p gaplashdik, u yerda yangi kelgan futbolchilar bor, hali moslashmadi, liderlarda pasayish bo'lyapti, jarohatlar, bu degan sabablarni aytdik-ku. Shunaqa paytda murabbiylarni o'zini tutishi qanaqa bo'lishi kerak? Slot masalan, Arne Slot. Avvalambor o'zi biron bir bunaqa vaziyatga baho berishdan oldin yoki qanaqadir maslahat berishdan oldin haqiqatan o'tda nima bo'layotganini biz bila olishimiz kerak. Esingizda bo'lgan bo'lsa, bir paytlar milliy terma jamoamizning sobiq murabbiyi Katanisga bir paytlar tanqidlar boshlangan, boshida. Lekin bu yerda detallar ham ko'p juda. Qattan bilasan, qo'l ostingda 20 ta futbolchi. 20 ta futbolchi degani bu endi men minimum aytaman. Bu 20 ta xarakter, 20 ta temperament, 20 ta har xil xarizmali insonlar, professional insonlar. Balkim o'yindan oldin kimgadir telefon qilib, ayoli telefon qilib mazam bo'lmayapti degandir. Onasi telefon qilib bolam mazam bo'lmayapti degandir. Bu futbolchi uchun juda ham stressda.
Haqiqatan bunaqa narsalar futbolchilar o'zi uchun juda ham yaqin oladi. Chiqqan rezultat bo'lmagan, misol uchun. Liverpool singari ham xuddi shunaqa. Afsuski hozir o'tda nima bo'layotganini biz bilmaymiz, lekin bitta fakt sizlarga aytaman. Shu payt murabbiyi stержень bo'lsa chiqib ketadi. Ya'ni erkaklarda bilasiz, aytishadi, stержень bo'lishi kerak deydi-ku. Stержень bo'lsa chiqib ketadi. Bu yerda уже chin-chinga qo'yib, qat'iyat. Tishini tirishqolik. Tishiga qo'yib, bu yerda eng asosiysi jamoani shu qiyin paytda birlashtira ola bilishi. Tarqonlik bo'lmasligi. Chunki hop boshlanadi. Liverpool ishlari yaxshi emas. Bu yerdan Chelsea chiqadi, ключевой o'yinchilariga. Bu yerdan где-то уже Arsenal tayyor turibdi, misol uchun, chunki Liverpool xolaylar Grand topoviy komandalardan bittasi. O'tda o'rta miyona futbolchi o'ynamaydi hech qachon. Doim topoviy o'yinchilar yig'iladigan komanda. Ahvota boshlanadi. Shu payt murabbiy jamoani qanchalik yana hozir misol uchun Salahga qiziqish Saudiyadan boshlandi deyishyapti. Bitta o'yinda zaxiradan tushganiga birdan Salah ham jahli chiqib, kayfiyati buzilgan ekan. Yana bitta savol bermoqchi edim Arsenal haqida. Men Arteta jamoasi yillar davomida haligacha chempionlik qo'lga kirita olmadi, lekin bitta gap esimda, siz aytgan gapni ham aytgan. Chempionlik uchun 100% misol uchun bajarilish kerak bo'lgan narsa bor. Biz 90% ni qilyapmiz, o'sha 10% yetmayapti detal. O'sha detalni topa olmayapman. Ya'ni sekin-sekin topamiz degan ma'noda gapirganda. Haqiqatan Arteta aytgan. Men bilan bog'lanib yo'q, o'sha esimda bordi. Men intervyularni ko'p tarjima qilaman Instagramda, har xil platformalarda. O'shanda shu gapni aytgan. 10% ni topa olmayapman deganda. Hozir topdimikin? Chunki endi men bitta narsani sezyapman. Men Kloppchi butun Anfield oyoqqa turg'izib olardi-yu. Men Arsenal stadionida, Emiratesda yaqin orada butun stadion birlashganini eslolmayman. Real o'yini esingizda bo'lsa kerak. Butun stadionni oyoqqa turg'izib olib, bunaqa shovqin yaqin orada Londonda bo'lmagan edi. Tarkib, balans, hamma narsa hozir idealda. Misol uchun, etap-etap bosqich-bosqich keldi-da. Shu Arsenal haqida ham o'zingizning fikringizni bilmoqchi edim. To'g'risini aytsam, Angliyada men uchun simpatiyam bor komanda bu Arsenal. Bilasizmi nimaga? Chunki o'z vaqtida o'sha Arsene Wenger paytida juda ham simpatik futbol ko'rsatardi. Yevro, Rossiya, Gollandiyani, Niderland chiqarib yuborganda o'shanda Arshavin Arsenalga borganda, men даже o'sha Lokomotivda o'ynab yurgan paytimda 23-nomerda o'ynardim. Bilmadim. Nimaga shunaqa simpatiya bo'lib qolgan o'sha o'yinchiga, shu komandaga. O'ylashim bo'yicha Arteta men uchun zo'r murabbiy, topoviy emas. Agar topoviy bo'lganda o'sha 10% topa olib bilgan bo'lardi. Tushunasizmi? Endi xolamay u urovingda baribir murabbiy o'yinchilik qiladi. Gvardiolada agar abo'ymasida shunchalik zo'r o'yinchilar bo'lmaganda chempion qila ola bilarmidi yoki yo'qmi? Katta savol. Doim kuchli jamoada murabbiy bo'lganda chunki topoviy o'yinchilar bo'lgan. Albatta, u topoviy o'yinchilarni bitta jamoa qilib, o'zingizni ideologiyangizni ularga yetkazib bera olganingiz bu o'zi katta mahorat. Pep qila oldi. Krasavits. Men uchun top krasavchik. Lekin Artetaga ozgina menimcha vaqt kerak. O'sha 10% topa olib bilishi uchun. Lekin rahbariyat vaqt beradimi yoki yo'q, bu ham katta savol. Bu ham mana opitdan dalolat beradi-da, tushunasizmi? Opitdan dalolat beradi. Mana misol uchun Gvardiolani ko'ringlar, bir payt esingizda bo'lsa, Cityda krizis bo'ldi. Bir necha o'yin rezultat ko'rsata ola bilmadi-da. Qancha seriya cho'zildi esimda yo'q. Aldagim kelmayapti sizlarni. Lekin ma'lum bir qismdan keyin o'sha problemani qanaqa yechimini topa ola bildi. Top. Hisoblasa bo'ladi-yu top deb. Artetaga demak ozgina shu yetishmayapti. Shu. Lekin serial olingan edi Netflix tarafdan, menimcha All or Nothing degan. Всё или ничего. Tottenham to'g'risida, City to'g'risida, Arsenal to'g'risida, Juventus, Pirlo paytida juda ham mazza qilganman o'sha serialni ko'rib. Ichki muhitni zo'r ochib berishgan. Men o'shanda Artetani lekin hurmat qilish boshladim. Mana, qaysi momentdan keyin? O'sha men futbolchilarga har xil podxod qilyapti-da. Nima deydi? Joy kelganda motivatsiya berish uchun har xil shaxslarni chaqiryapti. Ya'ni har safar bir xil gap emas-da, har safar har xil gap. Joy kelsa baqiradi, joy kelsa maqtaydi. Men qaysi moment bilasizmi? Liverpooldan
oldingi Ha, igrovой o'yinda kolonkalarni olib Kolonkalar. kelib You Never Walk Alone degan Enfieldga tayyorlandi. Enfieldda anaqasi. Вроде oddiy narsa qildi. Bu uchun katta g'ayritabiiy narsa emas bu, lekin ijodini qarang. Ijodiy yondashganini qarang. Krasavchik mazza qilaverganman. Rostdan ham o'sha Guardioladagi yoki kim Mourinhodagi ozgina xarizmachi intervyu berayotgan paytida ham seziladi-da. To'g'ri, baqir chaqir qilishi mumkin, lekin shunaqa bilasiz, ingliz jurnalistlari qanday nima deydi uni, skolskiy, sal shunaqa savollar ko'p berishadi. Guardiola mohirona chiqib ketadi. Mourinho oxirgi paytda to'g'ri chiqa olmayapti, sal Provokatsiya qiladigan savollar berishadi. O'shangacha Arteta qiynalyapti-da. O'sha paytda sezilib qolyapti. Menga ham qanaqadir Arteta hali Guardiola darajasiga chiqa olmaganda. Arteta zo'r maktab ko'rdi. Arteta zo'r insonlar bilan ishladi, yaxshi urovingda o'ynadi. Endi bu yog'iga o'zi O'z tortishga tayyor. ketadi. Shu. Eng asosiy detallardan bittasi atrofidagi qanaqa insonlarni o'ziga Shunisini aytmoqchi edim, aytgancha o'zi boya esimdan chiqib ketdi. Lekin to'g'ri u nima deydi, o'zi rostdan ham qanaqadir katta murabbiy bo'lib ko'rina olmayotganda, lekin yon atrofida shunaqa zo'r shaxslarni tayyorlagan. O'sha Javerni hozir hattoki ko'pchilik aytayapti, eng zo'r yordamchi deyapti. Standartlardan o'yindan ko'ra ko'proq gol urdi. Arsenal 10 ta gol urgan, o'yindan 6 ta gol urdi. Penalti bilan hisoblasak 12 ta gol standartdan urdi. Ya'ni yaxshi odamlarni topib, ularni boshqara olish shuni o'zi ham siz aytganingizdek albatta. Aslida murabbiy haqiqatan o'saman desa, avvalambor o'zini yonida ma'lum bir qanaqadir yo'nalishlar bo'yicha o'zidan kuchliroq mutaxassislarni jalb etadi. Nimaga? Chunki o'sish kerak u. Elementarni aytaylik, siz bosh murabbiysiz. Jismoniy tayyorgarlik bo'yicha sizga murabbiy kerak. To'g'rimi? Albatta siz qanaqadir bazaviy bilimlaringiz bor, lekin kirish-kirlarga kirmagansiz. Hozir rezultat ko'rsatish uchun, yuqori miqyosdagi rezultat ko'rsatish uchun bizga kirish-kirlarga kirishimiz kerak. Siz o'zingizga kuchliroq mutaxassis olishga zarur bo'lasiz. Chunki siz rezultat ko'rsatishingiz kerak. Afsuski ayrim murabbiylar shu narsadan qo'rqadi. Nimaga? Chunki ertaga meni o'rnimni olib qo'yishi mumkin deydi. Ertaga bolalar yonida meni uyaltirib qo'yishi mumkin deydi. Bu opet-taki o'shanga qaytamiz, menejment, boshqaruv. Qanaqa boshqara olib bilasiz insonlar bilan. Shu. Katta futbolda hozir shu tendens. Hozir o'zimizda ham bor-ku shunaqa murabbiylar, misol uchun bosh murabbiy deb falon odam yoziladi, lekin bilamiz u yerda bitta murabbiy ishlamaydi. Aynan qaysi jamoaligini aytmoqchi emasman, lekin tushunib turibsiz. Bu demak to'g'ri yondashuv demoqchisiz. Bu ayrim nima deydi, qo'pol qilib aytgan, aqli yetmagan narsaga kuchliroq, o'zidan kuchliroq bo'lgan odam olib kelish. Albatta. Misol uchun aytamiz-ku, futbol doim rivojlanyapti, yo'nalishlar ko'p bo'lyapti. Shu standart masalasi bo'yicha, to'g'rimi? Hozir bu zamon talabi. Xolamang, hozir zamonaviy futbol bu narsani talab qilyapti. Oddiy doktorlarni oladigan bo'lsa, hozir o'sha qanaqa jarohatdan keyin tiklanish, mashg'ulotdan oldin warm up deymiz, o'sha razminkani qanaqa o'tkazadigan отдельный mutaxassis. Trenajyorniy zalga kirdingiz, jimga boshqa mutaxassis. Tushunasiz? Как бы bu zamon talabi shunaqa yondashuv bo'lmaydigan bo'lsa, rezultat ko'rsatish qiyin. Endi qiziqroq savol bor edi hozir. Qaysi ma'nodaki umuman murabbiylarda kuzatmagan bir holatni Luis Enrique'da ko'rdim. Ya'ni birinchi taym tepadan kuzatyapti o'yinni, ikkinchi taym pastga tushib olyapti. Ya'ni Luis Enrique hamma ishni qildi o'tgan mavsumda, treble yutdi, nimani yutish kerak bo'lsa, jamoasining yarim tarkibi jarohatda bo'lsa ham istalgan raqibni yutyapti va endi shu darajada g'oya ishlab chiqarishga bo'lgan ehtiyojim bilmadim, yuqoridan ko'ryapman. O'zi ham ta'rifladi-yu, ba'zi sport turlarida yuqoridan ko'rilsa yaxshiroq bo'ladi degan ma'noda. Albatta. Endi bu tomoniga o'tib ketdi-da murabbiylar, ya'ni yangilik qidirishni. Men sizlarga o'sha voqeani aytib beraman. Rossiyada 2018-yil jahon chempionati bo'ldi. Bir mutaxassis bizada bilasiz, diplom 3 yilga beriladi. Har 3 yil murabbiy o'zini o'sha diplomni yangilaydi.
2 kunlik 3 kunlik seminar tashkil etamiz. Informatsiya beriladi, insonlar bilan muloqot quriladi. Qani bu murabbiy rivojlanyaptimi yoki joyida turibdimi? Srazu ko'p savollarimizga javob olamiz. Leksakov degan bir mutaxassis jalb etganmiz. Shu как раз juda ham kuchli sostav edi pro diplomda. Samvelovich Lach Babayan, Xamikov bor edi, keyin Shipilov bor edi. Zo'r murabbiylar yig'ilgan. Leksakov gaplashyapti, bir tushlikda informatsiyani aytib beryaptilar-da. Rossiyani murabbiylik shtabidan tashqari o'zi 10 tadan oshiq shtab, tribunada yana 3 ta mutaxassis o'yinni nazorat qilib turardi. O'sha travmaga javob beradigan, texnik va taktik xatti-harakatlariga javob beradigan, jismoniy futbolchilarni holatiga javob beradigan mutaxassislik ko'rib o'tirardi. Nima uchun deyapti bu? Futbol zamonaviy talabi bu. Situatsiyani aytib beryapti. Birinchi o'yin Saudiya Arabiston bilan 4-0 bo'lyapti. 4-0 bo'layotganda ratsiyadan aytgan ekanda, Cherchesov yordamchisiga Ramashenkoga anaqa Smolov almashtirish kerak, o'sha bo'ldi, yetib kelyapti sekin desa, boshida ko'nmabdi-da. Keyin o'sha qaror qabul qilgandan keyin Juba tushgan. O'shanda 2 ta golni srazu Juba urganda. Xullas aytmoqchi bo'lganim, futbol shunaqangi rivojlanyaptiki, ko'p mutaxassislar, ko'p texnologiyalar kirib kelyapti. Juda ham qiziq. Buni bir hafta ham yetmaydi bizga hali gaplashsa. Abjal aka, yana balki o'sha studiyada ko'rishamiz, o'shanda yana qiziqarli savollarimiz bo'lsa, masalan, markaziy o'yinlardan keyin sal tahlillar qilib berarsiz. Hozir endi bizga ajratilgan vaqt o'z yakuniga yetib kelibdi. Shuning uchun tashrifingiz uchun rahmat, sizlarga javoblariningiz uchun rahmat. Hali yana ko'rishamiz degan umiddamiz. Albatta. Bunaqa pozitiv muhit yaratib berganingiz uchun sizlarga rahmat. Men to'g'risini aytaman, sal Nirvanaga ketib qoldim. Gaplashib zo'r bo'ldi. Muxlislarga ham rahmat deymiz. Obuna bo'lish esdan chiqmasin va keyingi ko'rsatuvlarda ko'rishguncha.